Biz ayollar hamisha go'zal, sog'lom va sarvqomat bo'lishni xohlaymiz. Sochlarimiz jilokor bo'lishini esa yanada istaymiz. Go'zal, sog'lom bo'lishimiz uchun bizga yordam beradigan ozuqaviy vitaminlarimizdan biri vitamin 3 haqida aytib o'taman. Bu vitamin 3 30 ta kapsulada bittadan kuniga foydalanamiz. Go'zallik vitaminlari taurin va kozium 10 bilan 13 xil vitaminga boy bo'lgan bu mahsulotimiz bizning terimizni tonusini yanada oshiradi. Mahsulot tarkibidagi kozium 10 oksidlanishning zararli ta'sirini bartaraf qiladi hamda boshqa antioksidantlarning ta'sirini kuchaytirib beradi. Muddatidan avval qarishni oldini oladi. Taurin esa teri va sochlarimizning mustahkamligini yanada oshiradi. Tashqi ko'rinishiga jilov beradi. Vitaminlar bilan to'yintiradi. Elastikligini ushlab turadi. Vitaminlar bilan to'yinib, kozium 10 bilan keksayishdan himoyalanib, chiroyli teri va sochlarga ega bo'lishingizni tavsiya qilaman. Go'zal opa-singillarim.